9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan urush faxriylariga hurmat ehtirom ko'rsatish maqsadida respublikamizning turli hududlarida uchrashuvlar, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Mahalla xayriya jamoat fondi Respublika boshqaruvi hamda Nuroniylar jamg'armasi tashabbusi bilan Yakkasaroy tumanida xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan bayram tadbiri tashkil qilindi. Unda 2-jahon urushi qatnashchilariga hurmat ehtirom ko'rsatildi. Shuningdek, tadbirga mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari ham taklif etilib, ularga sovg'a-salom ulashildi. Mahalla xayriya jamoat fondi tomonidan bayramdan tashqari doimiy ravishda ijtimoiy muhtoj fuqarolar holidan xabar olish, uy-joylarni ta'mirlash, ijtimoiy hayotdagi turmush holatini o'rganish, yordam ko'rsatish kabi tadbirlarni amalga oshirib kelyapti. Aynan bu tadbirimiz ham, mazkur o'tayotgan tadbirimizda ham o'sha ko'rilayotgan choralarimiz mantiqiy davomi hisoblanadi. Albatta bu tadbirimiz ularni yanada birlashtirishga, yoshlarimizga vatanparvar ruhda tarbiyalashga qaratilgan. Bu tadbirlardan tashqari yana biz tumanimizda o'zimizning tumanimizni yoshlari bilan, maktab o'quvchilari bilan, boshqa oliy o'quv talabalari bilan suhbatlar olib boryapmiz. Suhbatlarimizning asosiy maqsadimiz, mazmunimiz shundan iboratki, farzandlarimiz vatanga sodiq farzand bo'lishlari, vatanga mehr muhabbatli bo'lishlari, ota-onaga, ustozlarga mehr muhabbatli bo'lib, o'zimizning odatlarni saqlagan holatda hayot kechirishlari va yangi O'zbekistonni mustahkam poydevori bo'lishi uchun biz ularga ta'lim-tarbiyadan tahsil berib turibmiz. Bayram tadbirida ijro etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga yaxshi kayfiyat ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi uchrashuvlar yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash, tarixiy xotiralarni asrash va kelajak avlodga yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi.